1966-yilning 26-aprel kuni tongi soat 5dan 23 daqiqa o'tganida Toshkent shahrining qoq markazida vayronkor kuchli zilzila sodir bo'lgan edi. Bugun ushbu mash'um voqeaga 59 yil to'ldi. 8 balli yer silkinishlari poytaxtning deyarli barcha markaziy ko'chalarni vayronalarga aylantirdi va 300 mingdan ziyod kishini boshpanasiz qoldirdi. O'sha aprel tongida Toshkent nimalarni boshdan kechirdi va u qanday qayta tiklandi? Muxbirimiz Motabar Nurmuhamedova o'sha tarixiy voqea haqida so'z yuritadi. 1966 yil 26 aprel. Bugun tongda Toshkent zilzilasiga 59 yil to'ldi. Monumentdagi mana bu tasvirlar esa vayron bo'lgan yuzlab binolar, uysiz qolgan 100 minglab odamlarning tashvishi bilan bog'liq tabiiy ofatdan so'zlab turadi. 26 aprel tongini butun dunyo yaxshi eslaydi. Bu vaqtda Toshkent vayronaga aylangandi. Dahshatli zilzilada 78 ming oila boshpanasiz qoldi. Toshkent aholisi piyodalar yo'lagi va shahar xiyobonlaridagi maysalar ustida yoyilgan katta palatkalarga ko'chiriladi. Yer yorilib, uning yonida aks etgan ona va bola tasviri. Jasorat monumenti Toshkent zilzilasining 10 yilligi arafasida bunyod etilgan va bu zilzila qurbonlari zilziladan keyin Toshkentni qayta bunyod etish yo'lida fidolik ko'rsatganlar xotirasiga bag'ishlangan. O'sha yiliyoq O'zbekistonda Seysmologiya instituti tashkil etiladi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti joylashgan manzil ham ramziy ma'noga ega. Toshkent zilzilasi o'chog'ining ustki qismi aynan shu manzilda joylashgan. Bugun bu yerda seysmoprognostik monitoring xonasi bor. U yerdan turib seysmolog olimlar zilzila bilan bog'liq anomal o'zgarishlarni nazorat qilib borishadi. Zilzila o'chog'i shaharning markaziy qismida nisbatan kichikroq chuqurlikda bo'lganligi sababli tabiiy ofat shaharni to'liq vayron qilib yubormadi, deydi Seysmologiya instituti professori Sobitjon Maqsudov. Bundan oldingi zilzila bundan taxminan 100 yil oldin 1868-yilda bo'lgan shunaqa zilzila. Salkam 100 yildan keyin shu narsa yana qaytarildi-da, markazi mana biza turgan joy zilzilani o'chog'ini usti. Ya'ni gipotentral zona deyiladi. Bundan 8 kilometr chuqurlikda asosiy zilzilani o'chog'ining chuqurligi. O'sha paytda odamlarni vahim bosib, o'shalarning yuragi chidamay vafot etgan. Sentyabr oyida Fanlar akademiyasining qarori chiqib, o'sha paytdagi 15 ta respublikaning ichida birinchi bo'lib O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarkibida seysmologiya instituti tashkil etildi. Bu fojiadan keyin Toshkent qayta qurilib zamonaviy shaharga aylangan. Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lgan tabiiy ofat orqali zilzila qanday salbiy oqibatlarga olib kelishiga guvoh bo'ldik. Bugun Toshkentdagi tarixiy va muhtasham binolarni ko'rib, 59 yil oldin tabiiy ofatdan keyin shahar o'zini qanday tiklaganiga hayratlanyapmiz. Bu yerda yurtimizda sodir bo'layotgan tabiiy zilzilalar doimiy ravishda kuzatib boriladi. Har kuni, har soatda yer qa'ridan kelayotgan titroqlar maxsus uskunalar orqali qayd etiladi. 2 yil ichi davomida Farg'ona viloyati va Toshkent viloyatida 36 ta faol tektonik yorilgan pasportni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu juda katta ish, chunki juda katta ma'lumotlar bazasini yaratish. Hozirgi kunda Markaziy O'zbekiston va Janubiy O'zbekistonni xaritalarni qilish. Bu bitta yangiligimiz. Bu o'sha asosi bo'ldiki, bizga kelajakda shu zonalarda qanaqa zilzilalar bo'lishi ehtimoli borligini va uni kuchi va qachon bo'lishini mumkinligini bo'yicha xarita qilish imkoniyati yaratdi. Har qanday tabiiy titroq oldindan kuzatib boriladi, ammo uning aniq vaqti va kuchi haqida oldindan bashorat qilish tabiatning hali ham sirli tomoni hisoblanadi. O'sha zilzilaning oldini aytib berish uchun izlanishdamiz. O'zbekiston seysmik faol hududda joylashgan. Seysmologiya institutida 129 nafar xodimlar zamonaviy texnologiya va ilmiy yangiliklar orqali zilzila xavfini oldindan tahlil qilishmoqda. Bu tabiatning kutilmagan sinovi xavfini kamaytirishda muhim qadamlar bo'lmoqda. Xarita tuzganmiz. Buni har yili yangilab Favqulodda vaziyatlar vazirligiga taqdim qilamiz. Bu yaqin kelajakda bo'ladigan faol seysmologik hududlar xaritasi.
Qayerda faolligi oshib boryapti degan savol turadi. Hozirgi bor ma'lumotlarimizga qaraganda shu hududda faollik o'ta yuqori. Andijondami? Namangan, Andijon shu atrofdagi zonalarda faollik yuqori. 5 yil ichida davom etishini biz kuzatyapmiz, taxmin qilyapmiz. Lekin shunaqa jarayonlar bo'ladiki, bu tabiat. U kelajakda bu joydan sekinlashib mana bu tomonga o'tib qolishi mumkin. Bu narsani tuzish uchun bir nechta geofizik, seysmologik materiallarni tahlil qilish asosida tuzilgan xarita hisoblanadi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Terimekbayev, Zohidjon Masoliyev, Toshkent.